bugun gapiradigan mavzu har bir oilaga, har bir ishchiga, har bir pensionerga va har bir tadbirkorga bevosita tegishli. 2009 yilgacha narxlar nima bo'ladi? So'mning qadri qanday o'zgaradi? Pensiyalar va maoshlar qanchaga yetadi? Bu oddiy raqamlar emas. Bu sizning bozordagi xaridingiz, kommunal to'lovingiz, kredit to'lovi, farzandingizning o'qishi, ota-onangizning pensiyasi va jamg'armangizning real qiymati degani. Men bugun sizga bu masalani oddiy, tushunarli tilda, lekin ekspert sifatida chuqur tushuntirib beraman. Chunki rasmiy prognozlar, makroiqtisodiy rejalar va budjet ko'rsatkichlari ko'pchilikka quruq raqam bo'lib ko'rinadi. Aslida esa ularning o'rtida bizning cho'ntagimiz turibdi. Shuning uchun hoziroq kanalga obuna bo'ling, videoga like bosing, chunki bunday tahlillarni o'z vaqtida bilgan odam pulini ham, qarorini ham yaxshiroq boshqaradi. Avval holat qanday edi? Ko'p yillar davomida odamlar bir narsani his qilib keldi. Maosh oshadi, pensiya oshadi, lekin narxlar ham o'rnidan tez ko'tariladi. Masalan, pensionerning pensiyasi 10% ga oshsa, bozorda go'sht yo'q, un, dori-darmon, kommunal xizmatlar ham o'z navbatida qimmatlashadi. Natijada odam qog'ozida pulim ko'paydi, lekin qo'limdagi xarid kuchi nega oshmadi deb hayron qoladi. Bu yerda asosiy tushuncha bor: nominal daromad va real daromad. Nominal daromad bu sizning qo'lingizga tushadigan pul miqdori. Masalan, 3 million so'm maosh 3 million bo'ldi. Real daromad esa shu pulga qancha mahsulot va xizmat sotib olishingiz mumkinligi. Agar maosh 25% ga oshsa, narxlar 20% ga oshsa, demak sizning real daromadingiz aslida pasaygan bo'ladi. Endi nima o'zgarmoqda? 2029 yilgacha bo'lgan rejalar va prognozlari davlat bir nechta asosiy yo'nalishga urg'u bermoqda. Inflyatsiyani pasaytirish, budjet xarajatlarini tartibga solish, pensiya va ijtimoiy to'lovlarni bosqichma-bosqich oshirish, so'm kursini bozor omillari asosida shakllantirish, iqtisodiy o'sishni saqlab qolish. Bu chiroyli gapdek tuyulishi mumkin, lekin uning amaliy ta'siri juda katta. Agar inflyatsiya pasaysa, demak narxlar umuman oshmaydi degani emas. Mana shu joyni juda aniq tushunib olish kerak. Inflyatsiya pasayishi narxlarning o'sish tezligi sekinlashadi degani. Masalan, oldin mahsulotlar yiliga o'rtacha 12-14% ga qimmatlashgan bo'lsa, keyingi yillarda maqsad 5-7% atrofida ushlab turish bo'lishi mumkin. Ya'ni non, go'sht, sut, benzin, kiyim-kechak narxi baribir o'sadi, lekin nazoratliroq va sekinroq o'sishi kutiladi. Birinchi masala narxlar. 2029 yilgacha eng muhim savol shuki, inflyatsiya qanchalik jilovlanadi? Agar davlat budjeti haddan tashqari ko'p xarajat qilsa, kreditlar juda tez ko'paysa, import mahsulotlar qimmatlashsa, yoqilg'i va energetika tariflari oshsa, narxlar bosimi kuchayadi. Agar aksincha ishlab chiqarish kengaysa, raqobat oshsa, logistika yaxshilansa, oziq-ovqat zaxiralari yetarli bo'lsa, narxlar nisbatan barqarorroq bo'ladi. Oddiy misol olaylik. Toshkentda yashaydigan 4 kishilik oila har oy oziq-ovqatga 3 million so'm sarflaydi. Agar inflyatsiya yiliga 10% bo'lsa, 1 yildan keyin o'sha savat taxminan 3 million 300 ming so'm bo'ladi. 5 yildan keyin esa ta'sir ancha seziladi. Chunki har yili narx oldingi oshgan narx ustiga yana oshadi. Shu sababli faqat 10% ekan deb qarash xato. Inflyatsiya jamlanib boradigan jarayon. Ikkinchi masala so'm kursi. Ko'pchilik dollar nechaga chiqadi degan savolni beradi. Men buni juda ehtiyotkorlik bilan tushuntiraman. Aniq kursni hech kim kafolatlab ayta olmaydi. Chunki kursga eksport, import, oltin narxi, gaz va energiya bozoridagi holat, migrantlar yuboradigan pul, tashqi qarz to'lovlari, investitsiyalar va markaziy bank siyosati ta'sir qiladi. Lekin umumiy prinsip shuki, agar mamlakat importni ko'p qilsa va dollarga talab yuqori bo'lsa, so'mga bosim bo'ladi. Agar eksport, investitsiya va valyuta tushumi ko'paysa, so'm nisbatan barqarorroq turadi. Bu nimani anglatadi? Masalan, siz maoshingizni so'mda olasiz, lekin telefon, noutbuk, avtomobil ehtiyot qismi, dori-darmon, ayrim qurilish materiallari import orqali keladi. Dollar qimmatlashsa, bu mahsulotlar ham qimmatlashishi mumkin. Hatto siz dollar sotib olmasangiz ham, dollar kursi sizning kundalik hayotingizga ta'sir qiladi. Uchinchi masala pensiyalar. 2029 yilgacha pensiyalar bosqichma-bosqich oshirilishi kutiladi. Lekin asosiy savol pensiya qancha oshishi emas, uning real xarid kuchi saqlanadimi yoki yo'qmi? Agar pensiya yiliga 12% oshsa, inflyatsiya 8% bo'lsa, pensionerning real holati biroz yaxshilanadi. Agar pensiya 10% oshib, dori-darmon va oziq-ovqat 18% ga qimmatlashsa, pensioner amalda yutqazadi. Real hayotdan misol.
bir pensioner oyiga 1 million 200 ming so'm olsa, shundan 400 mingini dori darmonga, 500 mingini oziq ovqatga, 750 mingini kommunal to'lovlarga, qolganini yo'l kira mayda xarajatlarga sarflaydi. Agar dori narxlari 20% oshsa, oziq ovqat 25% oshsa, kommunal xizmatlar 15% oshsa, uning xarajati pensiya oshishidan tezroq ko'payishi mumkin. Shu sababli pensiya masalasida faqat oshiriladi degan xabarga emas, balki qaysi xarajatlar qanchaga oshadi degan savolga qarash kerak. 4-masala ish haqi. Davlat sektorida ishlaydiganlar uchun maosh oshishi odatda budjet imkoniyatiga bog'liq. O'qituvchi, shifokor, bog'cha tarbiyachisi, davlat xizmatchisi uchun asosiy xavf shuki, maosh indeksatsiyasi narxlar o'sishidan ortda qolmasligi kerak. Xususiy sektorda esa ish haqi ko'proq kompaniyaning daromadi, bozor talabi va mutaxassisning malakasiga bog'liq. 2029 yilgacha oddiy ishchi kuchi bilan yuqori malakali mutaxassislar orasidagi farq yanada kattalashishi mumkin. Chunki iqtisodiyot raqamlashib, avtomatlashtirish kuchaysa, ingliz tili, IT, moliya, texnika, servis, sotuv va boshqaruvni biladigan kadrlarga talab ortadi. Endi kim ko'proq xavotir olishi kerak? Birinchi navbatda daromadi qat'iy va sekin oshadiganlar, pensionerlar, ijtimoiy nafaqa oluvchilar. Minimal maoshga yaqin daromad qiladigan ishchilar. Ikkinchi guruh kredit olganlar, ayniqsa daromadi so'mda, lekin xarajati dollar kursiga bog'liq bo'lganlar. Uchinchi guruh import mahsulot sotadigan yoki import xomashyoga bog'liq tadbirkorlar. To'rtinchi guruh jamg'armasini faqat naqd so'mda uyda saqlayotganlar. Kim nisbatan kamroq xavotir olishi mumkin? Daromadi inflyatsiya bilan birga o'sib boradigan, bir nechta daromad manbasiga ega bo'lgan, qarzi kam, jamg'armasi turli shaklda saqlangan, malakasini oshirib borayotgan odamlar. Masalan, bir kishi asosiy ishidan tashqari onlayn xizmat ko'rsatsa, hunari bo'lsa, kichik biznes yursa yoki depozit, obligatsiya, valyuta va boshqa qonuniy vositalar orqali pulni diversifikatsiya qilsa, u narxlar bosimiga nisbatan tayyorroq bo'ladi. Birinchi nozik jihat rasmiy inflyatsiya va siz his qilayotgan inflyatsiya bir xil bo'lmasligi mumkin. Rasmiy inflyatsiya umumiy iste'mol savati bo'yicha hisoblanadi. Lekin sizning oilangizning xarajat tarkibi boshqacha bo'lishi mumkin. Masalan, yosh oilada bolalar bog'chasi, kiyim-kechak, ijara, kredit xarajati katta bo'ladi. Pensionerda esa dori-darmon va oziq-ovqat ulushi katta. Shuning uchun kimdir inflyatsiya 8% deyishyapti. Lekin mening xarajatlarim 20% oshdi desa, bu holat hayotda bo'lishi mumkin. Ikkinchi nozik jihat kommunal tariflar. 2029 yilgacha energiya resurslari, elektr, gaz, issiqlik, suv xizmatlari bo'yicha tariflarni iqtisodiy asosga yaqinlashtirish jarayoni davom etishi ehtimoli yuqori. Bu nimani anglatadi? Davlat uzoq yillar davomida ayrim xizmatlarni subsidiyalab kelgan. Ya'ni aholiga arzonroq ko'rsatish uchun farq budjetdan yopilgan. Lekin bu budjetga yuk bo'ladi. Tariflar bosqichma-bosqich oshsa, oilalarning oylik xarajatida kommunal to'lovlar ulushi ko'payadi. Ayniqsa qishda gaz va elektr ko'p ishlatadigan, uy izolyatsiyasi yomon bo'lgan oilalar buni kuchli sezadi. Uchinchi nozik jihat kreditlar. Agar siz hozir uzoq muddatli kredit olayotgan bo'lsangiz, faqat oylik to'lovga qarab qaror qilmang. Masalan, oylik to'lov 3 million so'm bo'lsa va hozir maoshingiz 7 million bo'lsa, eplayman deb o'ylashingiz mumkin. Lekin keyingi yillarda oziq-ovqat, kommunal, transport, farzand xarajatlari oshadi. Agar daromadingiz ham shunga mos oshmasa, kredit og'irlashadi. Ayniqsa o'zgaruvchan foizli kreditlarda ehtiyot bo'lish kerak. Foiz stavkasi oshsa, to'lov ham oshishi mumkin. To'rtinchi nozik jihat. Pensiya yoshiga yaqinlashayotganlar. Ko'pchilik pensiya hisoblanishida ish staji, rasmiy ish haqi, pensiya badallari, hujjatlar to'g'riligi muhimligini kech biladi. Agar odam 20 yil ishlagan, lekin uning bir qismi norasmiy bo'lgan bo'lsa, pensiya hisobida muammo chiqishi mumkin. Shuning uchun 2029 yilgacha bo'lgan davrda hozirdan ish stajini, mehnat daftarchasi yoki elektron mehnat tarixini, ish haqi to'g'risidagi ma'lumotlarni tekshirish juda muhim. 5-nozik jihat valyutada jamg'arma qilish. Ba'zilar hamma pulni dollarga aylantirish kerak deydi. Men bunday keskin maslahat bermayman. Chunki sizning xarajatlaringiz so'mda bo'lsa, hamma pulni dollarda saqlash ham noqulay bo'lishi mumkin. Dollar kursi qisqa muddatda turlicha harakat qiladi, ammo faqat so'mda. Ayniqsa naqd pul ko'rinishida uzoq muddat saqlash ham inflyatsiya sababli xavfli. Eng oqilona yondashuv xarajat muddatiga qarab pulni bo'lish. 36 oylik favqulodda zaxira so'mda bo'lishi mumkin.
uzoq muddatli jamg'armaning bir qismini barqarorroq aktivlarda saqlash haqida o'ylash mumkin. 6. nozik jihat tadbirkorlar uchun narx belgilash. Agar siz kichik do'kon, xizmat ko'rsatish, ishlab chiqarish yoki onlayn savdo bilan shug'ullansangiz, 2029 yilgacha reja tuzishda xarajatlaringizni oldindan hisoblang. Ijara oshishi, elektr va gaz to'lovi oshishi, transport xarajati ko'payishi, xomashyo qimmatlashishi mumkin. Mahsulot narxini birdan ko'tarish mijozni yo'qotadi. Umuman ko'tarmaslik esa foydani yeb qo'yadi. Shuning uchun narx siyosati bosqichma-bosqich aniq hisob-kitob bilan bo'lishi kerak. Endi eng muhim qismga o'tamiz. Oddiy tomoshabin hozir nima qilishi kerak? Men sizga aniq qadamlarni aytaman. Birinchi qadam, oila budjetini yozib boring. Bir oy davomida har bir xarajatni yozing. Oziq, ovqat, kommunal, transport, dori, kiyim, kredit, ijara, telefon, internet, to'y maraka, bolalar xarajati. Oy oxirida qaysi xarajat eng tez o'sayotganini ko'rasiz. Agar siz xarajatni yozmasangiz, inflyatsiya sizni qayerdan urayotganini bilmaysiz. Ikkinchi qadam 3-6 oylik zaxira yarating. Bu zaxira ishdan ayrilish, kasallik, kutilmagan ta'mir, dori-darmon yoki qarindoshlarga yordam kabi holatlarda kerak bo'ladi. Masalan, oilangiz oyiga 6 million so'm sarflasa, kamida 18 million so'mlik zaxiraga intiling. Buni birdan qilish shart emas. Har oy daromadning 5-10% ajrating. Muhimi, zaxira kredit kartasi yoki qarz hisobidan emas, haqiqiy jamg'arma bo'lsin. 3-qadam, kreditlaringizni qayta ko'rib chiqing. Bankka boring yoki mobil ilova orqali kredit shartnomangizni tekshiring. Foiz stavkasi qancha? Muddat qancha? Muddatdan oldin yopish mumkinmi? Jarima bormi? Agar bir nechta mayda kredit bo'lsa, eng yuqori foizlisini birinchi yopishga harakat qiling. Agar kredit daromadingizning girtim-ekim foizini yeb qo'yayotgan bo'lsa, bu xavfli signal. 4-qadam, pensiya hujjatlarini tekshiring. Agar pensiya yoshiga yaqin bo'lsangiz yoki ota-onangiz pensiyada bo'lsa, pensiya jamg'armasi bo'limiga murojaat qiling yoki tegishli davlat xizmatlari orqali ma'lumotlarni tekshiring. Kerak bo'ladigan hujjatlar odatda quyidagilar. Shaxsni tasdiqlovchi hujjat, mehnat staji haqidagi ma'lumotlar, ish haqi haqidagi arxiv ma'lumotlari, harbiy xizmat yoki bola parvarishi davriga oid hujjatlar, agar nogironlik yoki boquvchisini yo'qotganlik bo'yicha to'lov bo'lsa. Tegishli tibbiy va yuridik hujjatlar. Eng katta xato hujjatni pensiyaga chiqish arafasida qidirishdir. Arxivdan ma'lumot olish vaqt olishi mumkin. 5-qadam, daromadni oshirish rejasini tuzing. Faqat narxlar pasayishini kutib o'tirish to'g'ri strategiya emas. 2029 yilgacha eng kuchli himoya bu malaka va daromad manbalari. Agar siz o'qituvchi bo'lsangiz, qo'shimcha kurs, repetitorlik, onlayn dars imkoniyatini ko'rib chiqing. Agar usta bo'lsangiz, xizmatlaringizni internetda reklama qiling, mijozlar bazasini yarating. Agar savdoda bo'lsangiz, hisob-kitob, marketing, mijoz bilan ishlashni o'rganing. Agar yosh bo'lsangiz, til, kompyuter, texnik kasb yoki zamonaviy xizmat sohalariga kirishga harakat qiling. 6-qadam, xaridlarni rejalashtiring. Katta xaridlar, masalan, maishiy texnika, avtomobil ehtiyot qismi, qurilish materiallari, o'quv kontrakti yoki davolanish xarajatlarini oldindan hisoblang. Agar mahsulot importga bog'liq bo'lsa, kurs o'zgarishi ta'sirini inobatga oling. Lekin vahima bilan keraksiz narsani hozir olib qo'yish ham noto'g'ri. Har bir xarid bo'yicha bu menga hozir kerakmi? Keyin daromad keltiradimi? Yoki shunchaki hissiyotmi degan savolni bering. 7-qadam, kommunal tejamkorlikni boshlang. Lekin tariflar oshgan davrda katta farq beradi. Uyni issiqlikdan himoyalash, chiroqlarni tejamkorga almashtirish, gaz va elektr uskunalarini soz holatda saqlash, suv sizib chiqishini bartaraf etish, hisoblagich ko'rsatkichlarini nazorat qilish kerak. Bitta oilada oyiga beyda 200 ming so'm tejalsa, yiliga beyda 2 million so'm bo'ladi. 8-qadam, rasmiy daromadga o'ting. Norasmiy ishlash bugun qulay ko'rinishi mumkin. Lekin ertaga pensiya, kredit olish, ipoteka, ijtimoiy himoya va mehnat huquqlarida muammo beradi. Agar imkon bo'lsa, ish beruvchidan rasmiy shartnoma talab qiling. Tadbirkor bo'lsangiz, hujjatlarni to'g'ri yuriting. Chunki kelajakdagi moliyaviy barqarorlik faqat bugungi naqd pul bilan emas, huquqiy himoya bilan ham bog'liq. 9-qadam, rasmiy ma'lumot manbalarini kuzating. Narxlar, pensiya, nafaqa, soliq, kommunal tarif, budjet va kreditlar bo'yicha mish-mishlarga ishonib qolmang. Markaziy bank, moliya va iqtisodiyot organlari, pensiya jamg'armasi, soliq qo'mitasi, kommunal xizmat tashkilotlari e'lonlarini tekshiring.
Agar biror to'lov yoki imtiyoz sizga tegishli bo'lishi mumkin deb o'ylasangiz, tuman ijtimoiy himoya bo'limiga yoki davlat xizmatlari markaziga murojaat qiling. Demak, 2029 yilgacha bo'lgan rejalarda eng asosiy masalalar 3 ta. Narxlar o'sishini jilovlash, so'm barqarorligini imkon qadar saqlash va aholi daromadlari, jumladan pensiyalarni bosqichma-bosqich oshirish. Lekin men sizga ochiq aytaman. Hech bir reja oddiy odamning shaxsiy moliyaviy intizomini almashtira olmaydi. Agar biz xarajatni nazorat qilmasak, qarzni o'ylamasdan olsak, hujjatlarni tekshirmasak, malakamizni oshirmasak, har qanday iqtisodiy o'zgarish bizga og'irroq ta'sir qiladi. Narxlar ehtimol oshishda davom etadi, faqat maqsad ularning o'sish tezligini pasaytirish. So'm kursi tashqi va ichki omillarga bog'liq bo'ladi. Pensiyalar oshishi mumkin, lekin real foyda inflyatsiya darajasiga bog'liq. Shuning uchun bugundan boshlab o'ylab budjetini yozing, zaxira yarating, kreditlaringizni tekshiring, pensiya hujjatlarini tartibga keltiring va daromadingizni oshirish yo'lini izlang. Sizningcha 2029 yilgacha eng katta xavf nima bo'ladi? Narxlarmi, dollar kursimi, pensiyalarning yetarliligi yoki ish haqi masalasimi? Fikringizni izohlarda yozib qoldiring. Video foydali bo'lgan bo'lsa, albatta like bosing, yaqinlaringizga yuboring va kanalga obuna bo'ling. Chunki moliyaviy kelajagini oldindan o'ylagan odam ertangi o'zgarishlardan kamroq qo'rqadi.